Yurak xurujining dastlabki belgilari. Yurak xuruji miokard infarktning dastlabki belgilari quyidagicha bo'lishi mumkin. Ko'krak qafasida og'riq yoki bosim, ko'krak o'rtasida siqilish, bosilish, achishish yoki og'riqlik hissi. Odatda bir necha daqiqa davom etadi yoki qayta paydo bo'ladi. Og'riqning tarqalishi chap qo'lga, ikkala qo'lga, yelkaga, bo'yinga, jag'ga yoki orqaga tarqalishi mumkin. Nafas qisishi ko'krak og'rig'i bilan yoki usiz ham kuzatilishi mumkin. Sovuq ter bosishi, sababsiz sovuq terlash, ko'ngil aynishi yoki qusish, ayniqsa ayollar va yoshi kattalarda ko'proq uchraydi. Bosh aylanishi yoki hushdan ketish yaqin holat. Bosh aylanishi yoki hushdan ketish, holsizlik, muvozanatni yo'qotish hissi. Kuchli charchoq, bir necha kun yoki haftalar oldin ham g'ayrioddiy charchoq sezilishi mumkin. Yurak urishining tezlashishi yoki notekis urishi, ba'zan yurak urib ketayotgandek tuyuladi. Ayollarda alomatlar boshqacharoq bo'lishi mumkin. Nafas qisishi, kuchli charchoq, ko'ngil aynishi, orqa, bo'yin yoki jag' og'rig'i, hazm buzilishiga o'xshash noqulaylik. Qachon tez tibbiy yordam chaqirish kerak? Agar ko'krakdagi og'riq yoki bosim 5 daqiqadan ortiq davom etsa, og'riq chap qo'l, jag' yoki orqaga tarqalsa, nafas olish qiyinlashsa, sovuq ter bosib, bosh aylanishi yoki hushdan ketishi kuzatilsa, darhol 102 tez yordamga qo'ng'iroq qiling. Eslatma: yurak xuruji alomatlari har doim ham bir xil bo'lavermaydi. Ba'zi odamlarda, ayniqsa qandli diabet bilan og'riganlarda va keksalarda og'riq kuchsiz yoki umuman bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun shubhali belgilarni e'tiborsiz qoldirmaslik kerak.